Xalq deputatlari Yangibozor tuman kengashi tomonidan yil boshidan buyon 12 ta sessiya o'tkazilgan bo'lib, shundan 12 tasi ham ommaviy axborot vositalarida keng yoritilgan, 4 tasi onlayn tarzda yoritilgan. Sessiyalarda 146 masala ko'rib chiqilgan va tegishli qarorlar qabul qilingan. Shundan 48 tasi hisobotlarni eshitish bo'yicha hokimning hisoboti, hokim o'rinbosarlarining hisoboti, tuman ichki ishlar bo'limi, tuman moliya bo'limi, tuman soliq bo'limi, tuman tibbiyot birlashmasi, tuman yoshlar ishlari agentligi va boshqa tashkilotlarning hisobotlari eshitilgan. 13 tasi axborotlarni eshitish bo'yicha. Bunda tuman adliya bo'limi, tuman xalq qabulxonasi, tuman prokurori va boshqalarning axborotlari tinglangan. 30 tasi muhokama qilish bo'yicha, 15 tasi nazorat tahlil qilish masalalari bo'yicha, 34 tasi vakolat doirasidagi qarorlarni tasdiqlash bo'yicha, 3 tasi hokim qarorlarini tasdiqlash bo'yicha qarorlar qabul qilingan. Har bir masala sessiyaga kiritilishidan oldin tegishli doimiy komissiyalar yig'ilishlarida muhokama qilinib kelinmoqda. Qabul qilingan har bir qarorning bajarilishi bo'yicha doimiy komissiyalar tomonidan nazoratga olingan. Doimiy komissiyalar o'z faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari asosida, shuningdek, xalq deputatlari Yangibozor tuman kengashi reglamenti hamda doimiy komissiyalar to'g'risidagi nizomga muvofiq amalga oshirib kelinmoqda. Mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi mahalliy byudjet loyihasini, unga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi takliflarni, shuningdek, mahalliy byudjet ijrosi to'g'risidagi hisobotlarni dastlabki tarzda ko'rib chiqib, mazkur masalalar yuzasidan sessiyada ma'ruzalar va takliflar bilan chiqqan. Mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan yil boshidan buyon 19 marotaba yig'ilishlar o'tkazilgan va tegishli tashkilotlar tomonidan taqdim qilingan 38 ta masala muhokama qilinib, tegishli masalalar sessiyalarga kiritilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan hokimlik bo'limlari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar, shuningdek, xalq qabulxonasi, prokuratura, majburiy ijro byurosi, ichki ishlar, adliya organlari rahbarlarining komissiya vakolatiga taalluqli masalalar bo'yicha dastlabki tarzda 19 ta yig'ilishlar o'tkazilgan. Komissiya yig'ilishlarida yuqorida keltirilgan tashkilot rahbarlarining hisobot va axborotlarini eshitish bo'yicha 34 ta masala ko'rib chiqilgan. Ular bo'yicha yakuniy xulosa tayyorlangan hamda mazkur masalalarning tegishlilari sessiya muhokamasiga kiritilgan. Yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xalq deputatlari Yangibozor tuman kengashi huzuridagi Yoshlar parlamenti vakillari maktabi faoliyatini muvofiqlashtirgan. O'z vakolatiga taalluqli masalalar bo'yicha hokimlik bo'limlari va boshqarmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilot rahbarlarining hisobotlarini, axborotlarini eshitgan, tavsiyalar bergan va ularning ijrosini nazorat qilgan. O'z vakolatiga taalluqli bo'lgan boshqa masalalarni ko'rib chiqib, ular bo'yicha qarorlar qabul qilingan va tavsiyalar bergan va zarur hollarda xalq deputatlari Yangibozor tuman kengashi qarorlari loyihalarini sessiyada ko'rib chiqish uchun kiritgan. Jumladan, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan 18 marotaba yig'ilish o'tkazilgan va bu yig'ilishlarda 27 ta masala muhokama qilinib, tegishli masalalar sessiyaga kiritilgan. Agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi Yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirilishi yuzasidan nazorat olib borgan. Qurilish, kommunal sohalar, sanoat va transport masalalari ham ushbu komissiyada muhokama qilinib kelinmoqda. Qishloq xo'jaligi hamda dehqon fermer xo'jaliklarining samarali rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish bo'yicha takliflar kiritgan. Hududdagi suv resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilishning asosiy yo'nalishlarini belgilashda, shuningdek, suv resurslaridan foydalanishni tartibga solish va ularni muhofaza qilish sohasida qonuniylik hamda huquq-tartibotni ta'minlashda ishtirok etgan. Hokimlik bo'limlari, korxonalar, muassasalar hamda tashkilotlar rahbarlarining komissiya vakolatiga taalluqli masalalar bo'yicha hisobotlarini, axborotlarini eshitgan, tavsiyalar bergan va bu bo'yicha 14 ta yig'ilishda jami 20 ta masalalarni muhokama qilib, tegishli masalalar sessiyaga kiritilgan. Reglament va deputatlik odob axloq masalalar bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan 5 ta yig'ilish o'tkazilib, 7 ta masala ko'rib chiqilgan. Xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari tomonidan uchrashuvlar, qabullar o'tkazilganda aholi tomonidan
muammolarni hal qilish yuzasidan xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunning 5 va 8-moddalariga muvofiq tegishli idora tashkilot rahbarlariga deputatlik so'rovlari yuborilgan. Jami 20 nafar deputat tomonidan 102 ta deputatlik so'rovi yuborilgan. Deputatlik so'rovlariga o'z vaqtida javob berilib kelinmoqda. Muddatidan kechikib berish, umuman javob bermaslik holatlari yuz bermagan. 15 ta deputatlik so'rovi sessiyalarda muhokama uchun kiritilgan. Deputatlar tomonidan har oy o'z hududlarida aholi bilan uchrashuvlar va qabullar tashkillashtirilgan. Har chorak yakuni bo'yicha aholi oldida axborot berish grafiklari ishlab chiqilgan va grafik asosida hisobotlar berilgan. Uchrashuvda aniqlangan muammolarni hal qilish choralari ko'rilmoqda. Deputatlar faoliyati ommaviy axborot vositalarida keng yoritib kelinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, internet saytlari, mahalliy va respublika televideniyasi, radio va bosma nashrlarda jami 726 ta chiqishlar qilingan. Respublika televideniyasida chiqishlar soni 16 ta, mahalliy televideniyada chiqishlar soni 44 ta, respublika radiosida chiqishlar soni 7 ta, mahalliy radioda chiqishlar soni 18 ta, bosma nashrlardagi chiqishlar 38 ta, ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlar soni 416 ta, internet saytlaridagi chiqishlar soni 187 tani tashkil qilgan. Xorazm viloyat kengashi tomonidan eng namunali tuman shahar kengash tanlovi o'tkazildi. Tanlovda xalq deputatlari Yangibozor tuman kengashi faxrli 3-o'rinni egalladi. Tanlov g'oliblariga diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi.